Assalomu alaykum aziz do'stlar. Hayot go'zal, ammo unda sinovlar, to'siqlar va ba'zan umidsizlikka tushiruvchi vaziyatlar ham uchrab turadi. Ehtimol, hozirda siz ham shunday murakkab bir davrni boshdan kechirayotgandirsiz. Ishlar o'xshamayotgandek tuyulishi, orzular uzoqlashayotgandek tuyulishi mumkin. Lekin bir narsani unutmang, har bir inson hayotida taslim bo'lish istagi paydo bo'ladigan nuqtaga yetib keladi. Aynan mana shu nuqtada haqiqiy kuchingiz sinovdan o'tadi. Har bir buyuk muvaffaqiyat ortida son-sanoqsiz urinishlar, yiqilishlar va qayta oyoqqa turishlar yotadi. Keling, misol uchun bir sportchini olaylik. U birinchi marta sakraganida darhol rekord o'rnatmaydi. U ko'p yiqiladi, jarohat oladi, lekin har safar undan nimadir o'rganadi. Oxir-oqibat uning qat'iyati, azmi va taslim bo'lmasligi uni g'alabaga olib keladi. Xuddi shunday, sizning hayotingizda ham har bir xato, har bir muvaffaqiyatsizlik bu sizni maqsad sari yanada kuchliroq qiladigan qadamdir. O'zingizga savol bering, men nimani xohlayman? Men bu maqsadga erishish uchun nimaga tayyorman? Va eng muhimi, o'zingizdagi ichki kuchga ishoning. Har bir inson ichida ulkan salohiyat yashiringan. Uni uyg'oting. Kichik qadamlar bilan boshlang. Har kuni o'zingizni bir oz yaxshilang. Qiyinchiliklar paytida nega emas, balki qanday qilib degan savolni bering. Sizning qat'iyatingiz, sizning irodangiz, bu sizning eng katta boyligingiz. Hech qachon orzularingizdan voz kechmang. Sizning ichki kuchingiz sizni har qanday vaziyatda ham g'alabaga yetaklaydi. Olga intiling.